O'rtoqlar, assalomu alaykum. Alloh izni bilan alhamdulillah Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga ham yetib keldik. Vodiydan ustolar keldi inshaalloh. Chiroyli qilib bu obyektda zinapoyalarni qilib beramiz. Biz bu obyektda zinapoyalarni qilib bergan ekanmiz. Inshaalloh qisqacha video obzor qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Hop, darvozaxonadan kirishda birinchi zinapoyamiz bu yoqdan chiqish, tushish zinapoya bo'ladi. Bu yerdan darvozaxonadan kirganda o'ng qo'ldan chiqdi, tushdi, bu yerdan bitta zinapoya bo'ladi. Hop, uchinchi zinapoyamiz bu yerdan chiqdi, plashatka chiqdi, yana u yerda plashatka bo'ladi. Bu yoqqa qarab, ikkinchi etajga qarab chiqdi, bu zinapoyasi bo'ladi. Oxirgi zinapoyamiz esa bu yerda, albatta, birinchi etajdan ikkinchi etajga, ya'ni uy ichidan chiqadigan zinapoyasi. Bu yerda zinapoyamizni chizganmiz yerga. Bu yerda to'g'ri zinapoya bo'ladigan bo'ladi. Plashatkamiz tepada monolitimiz bor bu yerda. Ozgina mana bitta xona bor ekan. Shu xonani oldiga oysimon qilib, mana bunaqasiga oysimon qilib yerga chizib qo'yganmiz deb. Plashatka monolitini qo'yamiz. Stupenkamiz chiqdi. Bu yerda 3 ta stupenka aylana. O'rtada bu yerda 85 santimetrlik plashatkamiz bor. Bu yerda biz chizib olganimiz sababi, ya'ni sentrga chizib olganmiz. Bundan bu yog'iga yuradi. Bu yerdan 3 ta stupenka, bu yog'i esa to'g'ri chiqib ketdi. Bu videomiz kimgadir manfaatli bo'lsa, albatta xursandmiz. Qilib sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash biton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, описание telefon nomerimiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz chiroyli qilib berishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.